Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Yamaha Erush'ning replikasi hisoblangan V6 elektrobaykimizni to'liq podrobniy obzor qilib beramiz. Birinchi gapirib beradigan narsam, ya'ni birinchi sizlarga tushuntiradigan narsam hadovoy sistemasidan boshlaymiz. Ya'ni orqa qismida bitta katta amortizator bor. Bu juda ham yumshoq harakatlanishni ta'minlab beradi va bu amortizator ikki kishi harakatlanganingizda ham sizni bemalol tekis harakatlanishingizni ta'minlab beradi. Orqasiga keladigan bo'lsak, motori mana bu joyda joylashgan. Ya'ni motori 3000 vattli motori bor. Bitta diskli, ya'ni jidkisli tormoz hisoblanadi. Bunda orqada bitta disk bo'ladi. Oldi qismida ikkita disk, ya'ni bu tarafda ham diskli tormoz, ya'ni jidkisli tormoz hisoblanadi. Buni tormoz sistemasi 10 balli sistemasidan 8 ball beraman. Yaxshi to'xtaydi, unchalik yomon emas. Ya'ni to'xtashni bilish kerak. Mana bu joyda tormozlari original benzinli bayklarda bu xalas seplina vazifasini o'tsa, bu tormoz bo'ladi. Shu joydan ikkalasini baravar bosib to'xtatish tavsiya etiladi. Xo'p, akkumulyatori ya'ni bu joyda joylashgan bo'ladi. Buni bitta to'liq quvvatda 80-90 km masofani bosib o'tadi. Maksimal tezligi ham 80-90 bo'ladi. Buni zaryadlash, uyda bemalol zaryadlasangiz bo'ladi. Ya'ni zaryadlaydigan joyi mana bu joyda. Ko'rsating. Ko'pchilik topa olmas ekan. Zaryad qiladigan joyi bu joyda. Uy sharoitida 6-7 soatda bemalol buni quvvatlasangiz bo'ladi. Hech qanaqa ko'chada, stansiyada quvvatlamaysiz. Hammaga qiziq bo'lgan ushbu baki, ya'ni elektrobayk o'zi, lekin bunga bak nimaga kerak degan savollar bo'ladi. Bu elektrobayk haydaganingizda, tormoz berganingizda oldiga sirpanib chiqib ketmasligi uchun spesialniy для видео shunaqa vid uchun qilingan va sizni tormoz sistemasiga qo'shimcha oldiga sirpanib chiqib ketmasligi uchun shuni qo'yib ketilgan. Buni agar keyinchalik ko'pchilik savol berishadi, 250 talik yoki 400 talik motor qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni replika motor qo'yib buni benzinli bayk qilsangiz ham bo'ladi. Bemalol buni imkoniyati yetadi shunga. Kontrollerlarni ko'rsating. Bu elektrobaykda sport rejim, normal hamda eko rejimi bo'ladi va orqaga ham harakatlanadi. Orqaga ham yurib haydasa ham bo'ladi. Bemalol bu jidkisli suvlarni ko'rsatib turadigan datchiklari. Pultda ham yoqsalar ham bo'ladi buni, ya'ni pultni o'tatsalar ham bo'ladi. Bular pavorotni signali. Xo'p, yoqib ko'rsataman. Bu dalniy bilishni qilinadi. Oldi bitta ko'rsating, faralarni dalniy bilishni. Mana joyda. Mana. Faralari ham ancha yorqin. Bemalol kechqurun qiynalmasdan harakatlansalar ham bo'ladi. Hop, avarinkasi bor. Mana avarinkasi ham ishlaydi buni. Bakovoylari ham Yamaha 3 replikadan olingan. Yamaha 3 dan olingan, Erushdan. Hop, yana bu tarafda multimediyasi bor. Ko'rsating. Mana. Ya'ni multimediyada nima bor? Bu qo'shib qo'ysalar ham bo'ladi, telefonlar ham Bluetooth orqali ulab olsalar ham bo'ladi. Bemalol shunaqa funksiyalari ham bor. Bluetooth mode. Flashga tushadi, USB o'qiydi bunda. Zaryad qilsalar ham bo'ladi telefonlaringda. Bu svetlarni yoqib o'chiradigan joyi. Buni unchalik ahamiyatsiz. Bu benzinli bayklarda o'sha pulchator bo'ladi. Oldi qismida ikkita yumshoq amortizator bor, ya'ni shu joyda amortizator joylangan. Baloni bitta 110 ga 70-17 ga, ya'ni 17 diskada joylashgan. Bunda radiator yo'q, original baykda bu radiator uchun joy qo'yib ketilgan. Signali bu joyda. Signali korpuschi. Ya'ni tashqi ko'rinishi Yamaha Erush replikasi bilan birga-bir olingan. Juda ham chiroyli. Ko'chada minib hayda yurganingizda bu e'tiborni albatta tortadi. Endi buni yangi olib haydaganingizda, ko'proq muddat haydayman desangiz, buni albatta shinalarni almashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Bular biroz qattiq bo'ladi. Yumshoqroq shina qo'yib olish kerak. Va akkumulyatorni ham kuchaytirsangiz bo'ladi. Maksimal tezligini 150 gacha olib chiqsangiz bo'ladi. Buni stok holatda hozir 80-90 km tezlikda yuradi. Bunga qimmat, yaxshi akkumulyator, ya'ni juda ham kuchli akkumulyatordan usulini qo'ysangiz 150 gacha chiqadi. Masofasi ham shunga yarasha uzayadi. Bu elektrobaykimiz ham sotiladi. Ya'ni bu elektrobayklarni vaqtida 1600-1700 dollar, 2000 dollardan ham sotilgan. Hozircha ancha raqobatchilar ko'payib, bu elektrobayklardan shaharda ko'payganligi uchun biz buni 1350 dollarga berib yuboramiz. Yap-yangi holatda salafanlarni hali olganimiz yo'q. Akkumulyatorlari ham ideal, eng zo'ridan qo'yilgan.
narxi ham hamyonbop, bemalol olib bosib oladigan joy. Ya'ni 1350 dollarga ushbu korpus, akkumulyator, tormoz sistema hamma narsasi narxiga arziydi. Havaskorlar uchun, yangi o'rganishni boshlaganlar uchun, ya'ni bayk minishni yangi o'rganmoqchilar uchun juda ham optimal variant. Hurmatli azizlar, yaqin birodarlar, bu meni YouTube kanalimdagi birinchi obzorim. Agar qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, albatta keyingi videolarda ham to'g'rilaymiz, o'zimiz ustimizda albatta ishlaymiz. Keyingi videolarda qaysi bayklarni to'liq podrobniy obzor qilib olib chiqaylik. Sizlarning fikrlaringiz juda ham muhim. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Videomiz YouTube kanalimiz rivoji uchun like, podpiskalarni bosib, o'z mehnatlaringizni ayamanglar, maksimal do'stlaringizga tarqatinglar. Biz albatta xursand bo'lamiz va bizga bu motivatsiya bo'lib, yana ham ko'proq bayklar haqida batafsilroq ma'lumotlarni olib chiqib sizlarga foydali kontentlarni davom ettiramiz.